Qadrli obunachilar, mana shunaqa chiroyli 3 etajli kompakt domimizdan 3 xonalik 84 metr kvadratlik kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Manzilimiz Buxoro shahar 6-mikrorayon Pavorida O'zbegim restorani o'tgandan so'ng biz video obzorini ko'rsatib o'tamiz, oxirida qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Aytib o'tgan kvartiramizning o'zida biza kiraverishdagi kvartiramiz ko'rinishi katta koridordan boshlanadi. Prixojniy shkaflar qo'yganlar, qoladi hamma jihozlari, to'liq Yevrotamirdan chiqqan super mo'ysha aboylar, uyimiz patolog gipsokarton, orsiklo, chiroyli bichiklarga qo'yilgan, oyoqtaglari hamma yo'q laminat qilib bo'rilgan. Kiraverishda ko'rganimiz birinchi sanuzol qismi alohida hojatxonasi to'liq kayflar bilan ta'mirlab bo'lingan. Tahorat uchun smislar qo'yilgan, Ariston elektralik, plus shimga suvni bosimini yetkazib beradigan moshlamasi qo'yilgan. Mana bu yoqda vanna xonasi, rakvina, vannalar akkurat holda saqlangan. Isitish batareyasigacha qo'yilgan. Bu tomonda oshxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Eshiklari podzakaz MDF eshiklardan, qimmat eshiklardan. Uyimiz balandligi 3 pilda tushgan, ustiga alohida cherdak bo'lib, keyin shifr urilgan. Bu ham to'liq mo'ysha aboylar bilan ta'mirlangan. Kuxin mebel garnituralari qoladi. Nima mebel ko'rib turibsizlar, nima bitoviy texnikalari hammasi qoladi. Mana katyollari. Uyimiz issiq holda turibdi, katyollar ishlab turibdi. Proyekti 1,5 tomonlama proyektda. Bu yoqda esa detskomtamiz ko'rinishi. Mana bu detskomda aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan, pardalar, jaluzi, mana bu shkaflari, mebel, kravatlari hammasi qoladi. Xonamiz to'liq laminat qilib bo'rilgan. Mana bu yoqda родительский komnatasi, kattalarning yotoqxona qismi, turmolari, bu yoqdagi shkaflari, dux paynalari, televizorlari hammasi qoladi. Konser bu yoqda ham o'rnatilgan. Deraza ikkita qo'yilgan, shamol zo'r aynadi bu xonamizda. Aytib o'tganimizdek 1,5 tomonlama proyekt. Obunachlar, kiraverishdagi zalimiz ko'rinishi 4,5 ga 7 zalimiz, 3 balandligi deb o'tdik. To'liq super mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab bo'rilgan. Konserlari, xon taxtasi, gilamlari qoladi. Televizor qoladi, faqatgina ko'rib turgan kolonkalarni olib ketadilar va mana bu trenajyorni ham. Mana shu 3 xona 84 metr kvadrat bo'lgan. 3-qavatda joylashgan kvartiramiz keng ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar 6-mikrorayon O'zbegim restorani Pavorida. 3 qavatli yangi g'ishtli domning 3-qavati srochna sotilyapti. Yana kelishiladi. Narxi $51,500, srochnaga yana arzon qilib beradilar. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.